Salam qadrli görmen dostlar, körüp atqanыңlar sizlar zarqib kütken elçi. Zamonaviy davrdagi elçi bo'lish sifatimizda bir tarafdan ota-onalarning ko'nglini tinglab, bir tarafdan o'g'illarning ko'nglini avaylab, yana bir tarafdan qizlarimizni asrab, avaylab elçi programmamizning 4-qarorini kutib oldik. 4-qaror elçi programmamizda yangiliklar ko'p. Xo'sh, endi programmamizni qo'llagan o'rin va shaxslarni alayda atab o'taman. Elçi programmamizning Şinjan kamera madaniyat tarqatishchilik shirkati ajri bilan ishildi. Xo'sh, ustozlarni tanishtirib o'taman. Şinjan Milliy advokatlik ish o'rnining advokati Xalida Ablis xonim. Xalidada qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yo'yanining professori Gulzar Tömür muallim. Gulzar muallim qarshi olamiz. O'zgarmagan yetakchi ustoz bo'lsa, biz yaxshi ko'radigan Ali. Yaxshimisiz Ali? Qarshi olamiz. Sahnimizda qanday yangiliklar bordi deb qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. Undaq bo'lsa, bugungi 4-qaror elçi programmamizga alayda qatnashgan qiz-yigitlarni sahnimizga kutib olaylik. Marhamat. Sing'illarim xush kelibsizlar. Programmamizga yangilik olib kelganinglarga rahmat. Mana bugun programmamizda 4 nafar qiz, 4 nafar o'g'il sahnada turibsizlar. İlgari bilsizlar, faqat birla o'g'il sahnaning o'tirib turib 8 nafar qiz bilan mungdishatdi. Bugun o'xshamaydi. Eng muhimi, mana oldinglarda turgan ustozlarmi sizlarning baxtinglar uchun kurash qiladi. Sizlarning g'iminglarni yeydi. Sizlar uchun so'zlaydi. Xo'sh, o'zinglarni bir tanishtirib o'tamsizlar. 1-numurluq o'g'il mehmon Alshir, 24 yosh, yurti Urumchi, uy mulk kasbi bilan shug'ullandi. 2-numurluq o'g'il mehmon Murat, 23 yosh, yurti Aqsu, Urumchi shahrida ma'lum shirkatda ishlaydi. 3-numurluq o'g'il mehmon Mehmetjon, 33 yosh, yurti Charchan noyisidan, Urumchida oshpazlik bilan shug'ullandi. 4-numurluq o'g'il mehmon Oblikim, 25 yosh, yurti Xotan shahridan, Urumchida uy mulk kasbi bilan shug'ullandi. 1-numurluq qiz mehmon Alfira, 24 yosh, yurti Urumchi, kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. 2-numurluq qiz mehmon Adila, 24 yosh, yurti Turpandan, kasbi Ayruxan qiz. Mijoz xarakteri uch-yo'ruq. 3-numurluq qiz mehmon Kamila, 24 yosh, yurti Yakan shahridan, Urumchi shahrida madaniyat tarqatish o'rnida ishlaydi. Mijoz xarakteri uch-yo'ruq, jalliq. 4-numurluq qiz mehmon Dilxumar, 21 yosh, yurti Urumchida, praktikant. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Xo'sh, rahmat. Qani, yigitlar, qizlar, tayyor bo'ldinglarmi? Sizlarga baxt tilaymiz. Biz hozir bir safarga atlanish oldida turyapmiz. Bu safarning ismi Baxt safari. Bu safarning ismi o'zimizni bilish, o'zimizni tonish safari. Bu safarning ismi loyiq tanlash safari, ya'ni elchining safari. Gulni gulchi o'zsin, asrsin degan naqlimiz bo'yicha bog'vanlar oldinglarda o'tiribdi. Men ham sizlarning hadanglar, bog'vaninglar bo'lish sifatimda sizlarni nazorat qilib turamiz, sizlarga yordam qilamiz, sizlarga kuyinimiz, asraymiz. Xo'sh, o'g'illar, qaysinglar jur'at qilib tunch so'zni o'tini olmoqchi bo'lyapsizlar? Alshir, qani. Alshir dadillik bilan tunch so'zni o'tini olay dedi. Elçi programmamızdan alayda o'zgartirilgan mana bu qitimqi sonida tunji bo'lib sahnaga Alshir jur'at bilan chiqdi. Ya'ni men tunji qitimliq uchirish fursatini qo'ldan bermayman deb chiqdi. Alshir, endi siz qo'limdagi chekdan qolgan birini tanlaysiz. Buningda o'ng tarafdagi mana bu chiroyli singillarimning nomerlari bor. Siz olgan nomer kimning bo'lsa, siz shu qiz bilan tushunish fursatiga erisha olasiz. İkinci numar. Adila. Qani, Adila. Alshir, Adila. Sizlar naq maydonda boshqa do'stlaringlar yoki ma'lumlardan alayda tamtirash va yoki jiddiylish sababidan gapinglarni ezishinglarning hojati yo'q. Bo'lsa, faqat ikkimiz uchrashdik deb o'ylanglar. Bo'lmasa, o'zinglarningki o'ylig'inglarni tushunmoqchi bo'lganinglarni so'rsanglar bo'ladi. Boshlaylik. Yaxshimi Adila qiz? Yaxshimisiz? Siz nima xizmat qilsiz hamda? Men aeroplan ishlayman. Kunjami yo hamda teachingmi? Albatta kunjada shu. Hamda siz qandayroq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? Men shu axloqi yaxshiroq bo'lar bo'lsa, hamda men yana vishnimni so'rab qo'yib, yana keyin qo'yishda to'yinda yana boshqa chiroyli qizlarni ko'rib qolsa, yana vishnisini qashlab, yana tomoq yeb degandek ishlarni qilsam, men qattiq tura olmayman.
Ben doyun kömeymen, kayşo kömeymen, kız balının veşinsini çalmayman. Belki lamda tuz bolaman. Vaqt o'tdi. Rahmat eda. Sen doyun kömsen, kayşı oynamsan, yanlış kılmayım dedin. Kızlarning veşinsini çalmayman. Senin veşnanda hemimiz oğan balman. Ya, xeyridalar kız ola. Siz hem de meni yaxshi ko'rdiq odam cho'qim meni ham yaxshi ko'rish kerak deb o'ylamsiz. Qiz bolaga nisbatan bo'lsa shu hamda muhabbat to'g'riliqda yo'q. Mayli keyin to'y qilsaqmi shu meni yaxshi ko'rsa deb. Hamda urug' tuqqan ota-ona degan u boshqacha. Sizning dadangizning o'chi bir bundaq adam borda, ammo bu odamning qizi bilan siz do'st. Siz doim bir xil u qiz bilan yaxshi nim qilsiz, u qizning dadasi bo'lsin salom qilsiz. Mush qiyğınınız dadangizga vafosizlik qilgan bilan vafosizlik qilganlik hisoblanamdi deymi? Yo'q, vafosizlikqa kirmaydi. Nima kirdingiz? Salomlashib o'tish hamda normal ahvol deb o'ylayman. Unda siz bilan birsi to'y qildi. U boshqa birsini yaxshi ko'ra qolsa, bu vafosizlik bo'lamdi yo, bu uni nima deymiz endi? Vafosizlik bo'ldi. Chunki ikkimiz masalan muhabbat bo'lsak, men bilan yurib degan boshqa zonni yaxshi ko'rib qolsa, hamda shu albatta vafosizlik bo'ldi shu. Siz buni vafosizlik deb qaraysiz? Ha, to'g'ri. Siz taqa to'y qilish holatida emaskansiz. Sizning psixik yashingiz to'limi kichik. O'zingizda bir qimmat ko'z qarash, dunyo ko'z qarash yo'qolat ekansiz. Bunday qilgan vaqtda sizda bexatarlik tuyg'usi yoki anchongan to'lim tuvan bu xil ahvolda sizning amro tepishingiz bir qadar tez to'xtaydi. Topgan taqdirdimi bu amroning sizning nurg'un o'lchamlaringizga mos kelish ehtimolliqni tuvan bo'ldi. Ham sizmi qarshi tarafni rohat xushal qilolmaysiz. Qarshi tarafga ma'lum darajada besim ekib qo'ysiz. Shu sizga qiziqadiganlik ko'p bo'ladi, ammo arilishib tezla ayrılıp ketish ehtimolliqi bir qadar yuqorilgan gap. Ma'qul, rahmat ma'lum. O'zaro paranglashsanglar bo'ldi. Salamada yaxshimi? Meningki o'rtaq bir paranglashqim keldi. O'tirib chiqay. O'tirib chiqib paranglashamsiz? Ha, keling. Nimishqa joyingizda turmay o'tirib chiqishni o'ylashib qoldingiz? Aya tursam sal erkin bo'lmaydi ekanman. Bunda riyosatchidek tursangiz erkin bo'lam degansiz. Anda o'zim shu sahnani masal surib baka, o'zimning teksti bilan muzikasini o'zim yozgan bir ijodiyat naqshamni ep keldim, shu naqshamni aytib bo'lgandagi ruhli kayfiyat bilan barliq qizlar bilan shu chaqda bir mondasam degan Naqshingiz badang asli. Shu. Naqshini aytib bo'lib, aniki erkin bo'latdim demoqchi shunaqmi? Xo'sh, qolganlarni bir so'rab o'tay. Sizlar Mamatjonning naqshisini anglashni xohlamsizlar? Sizlarchi? Chavaklar olib bado. Buradan sizlar chiqib ketdimi?
Mən tək şoxraq, usulluq naqşıdan birini keltirib, özünüzni azraq erkin azad tutam degan desəm, bo'pti. Vafadarlıq temasiga bir naqshni keltirdingiz. Rahmat enim. Siz bayatan özünüzni oshpazman degandingiz. Tuyuqsiz maqitim sahnaga chiqqanda men naqshchi bo'lgandan keyin deb gap boshlab ketdingiz, a? O'zimniki burni boshlab qilib kelgan kasbim shu oshpazlik kasb. Ha. Undan keyin kichigimdan shu muzikaga ishtiyoqim bo'lgan ekan, keyin muzika siz hozir havaskor. Shunaqmi? Naqsh muzikani yaxshi ko'rsiz, o'rganishni xohlaysiz, aytishni yaxshi ko'rsiz degandek. Bo'ldi. Xaldada Gülzar ma'lum, ishqinglarning savollari bormi? Qiz yigitlar sahnada turibdi. Sizlar bularga nisbatan hada ona yo'lliq. Ishqinglarningki navbatdan shu yigitlardan, qizlardan so'rag'inglar bor, bir savol bormi? Meniki bir so'raydigan savolim yo'q, lekin men Adila qizniki boy demoqchi bo'lganini men tushundim. Bu qizning Alisherga demoqchi bo'lgani, agar siz mening vishnimni qo'shgandan keyin, agar birasi yana boshqalarning bu bunda vishnlarini qo'shsa, men uni yaxshi ko'rmayman demoqchi. Adila shuni demoqchi qo'ydayman, a? To'g'ri. Endi meningcha bu ortiq talab emas. Ha, yigitlar. Bu artıq talab emas. Çünki bu bir xil mas'uliyatchanlik ham astoydillik deb qarayman. Nimishqa deganda bir yigit bir qizvaliga chin ko'nglidan mushu qizvalni o'zimga jo'rlikka tanlasam bo'lamdiki degan niyatga kelgan vaqtinglarda balkim qizlarniki aloqalish nomerlarini so'rab yoki vishinni qo'shamdikin deyman-ku, yigitlar sizlardan so'rab baqay. Yoki bo'lmasa qizvalli bo'lsa, ya undaq bo'la qo'shib baqaychi deb qo'shamsizlar yoki ko'nglinglarda mushu menga jo'ri bo'lib qolarmi degan kelganda qo'shamsizlar. Jo'ri bo'lib qolarmi degan vaqt qo'shimiz. Ha, ko'nglinglarda azroq bir san bo'lganda qo'shsizlar, shundaq-ku. Shu. Meningcha rasayda qilamsan. Odamniki bir ko'ngil tortadigan bir odamlari bo'ldi. Shundoq odamni qo'shimiz. Shundoq odamlarnimi, odamnimi? Odamni. Birinlar. Ha. Birinlar qo'shsa. Birinli qo'shimiz. Qag'ini qo'shmaysa. Hem qo'shilganlar bo'ldi, tijoratdaymiz u bu ishlar bilan, lekin bu shu ko'ngilga bitgangan menimcha men bo'lsam birinli qo'shiman. Qanday bilsa u qo'shashdi burun uning sening jo'rangga mos keldigini, sen bir veshni unda qarablar mush mos keldigan demsa, ya qanday bilsa mos keldigini, shu qo'shgandan keyin paranglish jarayonida hatta uchrashgandan keyin tamoq yeyish, urushib tallashgandan keyin ondan bilgil ulandı, hamda qarablar, ha, mush mos keldi ekan deb. Men resimda qo'shmayman. Unda qarablar qanday bilgil bo'ldi. Ama bir ikki qatim ko'rgandan keyin paranglashgandan keyin ondan keyin qo'shmay demoqchi. Demak, qo'shgandan keyin jazmlashtirsa shunami? Shu. Qo'shashdan burun unda bilmaysan shunami? Unda o'simish hozir ha deysan. Jiddiylik qoldim. Eli qo'rqitdim yolg'on gap qilsa. Biz endi mening bu yosh balliq deydiganim to'g'rini demak o'ng'ay. Rostni demak tas. Bu sahna chiqqan vaqtda sizlar qalanda nima desam to'g'ri degandan emas. Nima desam rost, men qanday odam. Men boyatin dedim bu qizga. Masalan bir ish bilan bir to'z muhabbetlashdi. Ha? Yoki to'y qildi deylik. Bir kunlarda bu to'zni qarz tozi maskanmagan, yana bir ishni yaxshi ko'rib qoldi. Yoki mushukni yaxshi ko'rib qoldi. Unda bo'lsa bu ishning mushukni yaxshi ko'rib qolganligi hargiz to'zning mushukdan satikanligidan darak vermaydi. To'g'ri-ku? To'z degan to'z, mushuk degan mushuk. Faqat ish nima desa, mushukni yaxshi ko'rib qoldi. Nurg'un ballarda sen meni yaxshi ko'rding, meni ham yaxshi ko'rishing kerak. Bu degan ig'ir darajadagi anchonganning tuvalligidan bo'ldi. Bu degan bir tutqun qilganlik bilan hech qanday farqi yo'q. Bir odam tutqun qilgan. Sen bir odamning hissiyotini tutqun qilyapsan degan gap. Quloq vallasida bu 2 yosh nimaga asosan bilib tura oladi deganda fuz yugan. Faqat bu qiz qarshi tarafda gunohkorlik tuyg'usi shakllantirib, men sen uchun nurg'un fujo qildim, men sen uchun bunda qurbonlik qildim deydi. Armo to'g'ri bu men uchun shunday yaxshi qilsam, men shuni bilan bilib turmsam bo'lmaydi deydi. Bularni bog'lab turadigan narsa, bularni kelgusida uzunga bordi desakmi, uzunga bordiganga destek bo'lgan narsa fuz yugan bo'ldi, gunohkorlik tuyg'usi bo'ldi. Bu degan go'zal hissiyot emas. Bu degan besimlik hissiyot.
Arayallarning aslidagi ma'nosi bu emas. Arayallarning aslidagi ma'nosi nimasi? Bir-birini shinshan qilish, bir-birini to'liqlash, bir-birining kamchiligini to'g'rilash orqali bir kuchli bir butunlikni paydo qilish, mukammallikni emas, butunlikni paydo qilish. To'g'ri. Shunga yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmaslik masalasida sen meni yaxshi ko'rishing kerakdi degan bu ham xato, ham nima degan vaqtda sizlarga hech qanday kelgusingizda hech qanday bir baxt eklanmaydi. Shunga ko'pincha mush sahnada biz to'g'ri javobni izlamay, rost javobni izlashimiz kerak. Rost javoblar quloqqa sal maymoqroq anglansimi, u rost bo'lganlik uchun yani go'zal bo'ladi. Biz shu orqali masalalarni yaxshi bir taraf qilamiz. Bu hamma to'g'ri gap qilsanglar, masala paydo bo'lmaydi. Masala paydo bo'lmaydi degan gap bu qo'rqinch gap qo. Masala paydo bo'lish kerak-da. Chuqur masala paydo bo'lish kerak. Sizni so'rab baqsam, sizniki o'zingizga boshqa kelgusi bo'lgan hamroyingizga, jo'ringizga talabingiz qanday? Mening barliq aloqa, kamchilik, yetersizligim, mayli ortiqchiligim, alayligim, hamma tarafimni qabul qila olsa. Aslida bu hayotda o'zimiz yolg'iz holatda mengib keta olamiz. Hozir taraqqiyotning kun sari yuqori ko'tarilishiga ergishib, qizlar hozir mustaqil bo'lib ketdik. O'zimizga tayinib, ma'lum bir iqtisodiy qiymat yaratib, o'zimizga tayinmay deydigan bo'lib ketdik. Demak, bu hayotlikda biz o'zimizni mengishni o'rgandik, ammo charchaymiz, ba'zida horimiz, ma'lum birsiningki iliq bir gapiga muhtoj bo'lib qolamiz yoki yo'lindigan bir mo'riga muhtoj bo'lib qolamiz. Ya'ni bizning ehtiyojimizni qondira oladigan, bizning ko'nglimiz suv ichadigan shundaq bir aylanni izlash sababidan biz to'y qilamiz, oila quramiz, butunlanamiz, yig'ilamiz. Meningki jo'ramga bo'lgan talabim shu, meni qabul qila olsa, mayli ortiqchiligim bo'lsin, mayli kamchilikim bo'lsin, o'zaro chiqishib o'talisak, qolgan masalalar masala bo'lmaydi. Demek bu qizning yig'inchoqlab aytganda o'zim bo'lishimga yo'l qo'ysa demoqchi ekan. To'g'ri. Shunami o'zim bo'lishimga yo'l qo'ysa, o'zimni meni yaxshi ko'rsa, yoki mening harakatimni yoki mening uning uchun bundoq beo'yansimni emas demoqchi-ku. To'g'ri, shayton qo'llash bo'lsa. Sizchi Murat? Bir qizni yaxshi ko'rgankanmiz, chuqur ham yetersizliklarni o'zimizga qabul qilib, anandan keyin to'liqda yalirib qolib, to'liqlab, anandan keyin tuzatib yalirib qolib, o'zgalik chiroq deb billal qilib kelsak bo'ladi. Undaqda mening hozir bir kamchilikim bor deylik, masalan, yetersizlik, ya'ni masalan emas, o'zingiz yetersizligim deb qaragan bir nuqtani o'tirib qo'yib beqing. Mening o'zim yetersizlik deb qaragan nuqta, men odatda boshqalarga intayin do'stona baravar. Mayli qiz savodoshlarim bo'lsin, mayli o'g'il savodoshlarim bo'lsin, o'xshash muomalada bo'laman. Yani mayli öndidarda bo'lsin, telefon paranglish bo'lsin, savodashlar yig'ilishi bo'lsin va yoki savdo ishlar orqali aloqa do'stxon tamaqda bo'lib, ma'lum bir ishlarni fikrlashishidan bo'lsin, hammalarga o'xshash baravar muomala qilaman. Masalan, sirdish to'g'ri kelsa, yaqin do'stingiz bilan, odatdagi do'stingiz bilan o'xshash sirdisha olamsiz. Undaq emas. O'zim muhim o'ringa qo'ygan odamlarim boshqa, ya'ni opam, dadam, urug' tuqqan qarindoshlarim, ya'ni men yaxshi ko'rgan odam. Qolganlarga ularga chuqur alayda muomala qilishim kerak, haqiqiy rost bo'lgan samimiy holatni ko'rsatishim kerak. Ammo boshqalarga, ulardan boshqalarga men chuqur o'xshash muomala qilaman. Men yaxshi bo'lsin, mayli asik bo'lsin. Shu sababdan men balkim ma'lum bir yachini savodishim yoki do'stim bilan mushtaqiligi siz bor turibmi, ya'ni yonimda. Normal bir do'stona holatdagi bir munosabatni saqlab qolsam, siz buni qanday qaraysiz? Normal shu do'stona holatni saqlab qolsangiz, men uni qabul qila olmayman. Amdaylikki ikimiz masalan bir-birimizni yaxshi ko'rdik, keyin turmush quramiz, davatimiz. Mening bo'lish mumkin undaqki, masalan xizmatdoshlarim bo'ldi. To'g'ri. Yaqinlikdagi savodoshlarim bo'ldi. To'g'ri. Sizni yaxshi ko'rganligim uchun butun atrofimdagi qizlarni butunlay munosabat uzatishim mumkin emas. To'g'ri. Lekin sizni yaxshi ko'rganman, chuqur sizga ega bo'lishim, anandan keyin bayam o'zingiz deb aytdingiz, kamchiligingizni tuzatib yalab qolib, biz tuzib qo'ysak. Yaxshi, unda qilolmaysan. Yolg'on ish qilishsan, yolg'on. Nechishqa? Bu qiz deydi, men yapchiniz o'g'illarni normal do'stlik saqlab qolsam qanday qaraysiz deydi. Bu bola men qabul qila olmayman deb tushdi hozir. Bumi dedi, men mayda amaliyotda bu mumkin emas. Ko'pincha bolalarda undaq psixik sapa ko'tarilib chiqqani yo'q. Uning degan nayt yuqori jarayon ketadi. Bu qizning ham ma'lum yapchiniz normal do'stlik saqlab qolsam degani amaliyotda bu yerda cho'qim bu qizning shu o'g'ildan oldigan psixik ehtiyoji bo'ladi. Shillish uchun bo'ldi. Bu bola bu qiz shillish uchun to'liqlab birimiga asosda u o'g'ildan olaman dedi. Bu yerda yanlam nima desa,
şu şilli şuyucuğunun özü muhabbetini şekillendirdi, yileyişini şekillendirdi. Ondağandıkken bu balada 100% zibey kozguludu. Zibey juantay degen, zibey çuanşan degen hem adamını bulduğun neyse. Bu kızın o hareketi bu balda çokum zibey şekillendi. Bu zibey şekillendirdiğinden bu işki otursa da herkes mi mandak tok ya ki muhabbet şekillenmeydi degen gibi. Şu an şıkkanlarını yaksı, vazgeçenler. Murat Fıkam, siz Aksu'dan geldim dediniz. Hazır dediniz, normal münasebetini ben saklayalayım de. Ben sizden bir sual sorsam. Mesela siz Navada bu birinci numaralı kız bilen bir öye kirip turmuş keçirip kaldınız değil. Degenden keyin sizlerning balalarınlar boldu. Uçakda bu kızımız meyli savaqdaşlar yığılışı bolsun. Yoki başka yat jinsliklarga biraz sorunga siz uyda balalar qarab turing. Men mundaq bir yığılışlarga kechda bir yak berip qoldigan boldim yoki ma'lum bir ko'ngilchi sorunga yoki men bir berip qoldigan boldim desin. Yana birsiga andın bu kız mesela hozir o'zi tijorat qilman dedi. Kiyim-kechak bilan shug'ullanaman dedingiz. Kiyim-kechak sohasida hozir hamkorlashuvchilar bo'ldi. Buning ichidami yotchiliklar yoki bo'lmasa o'zlari hamkorlashadigan mal to'shib berganlar bo'ldi. Ashlar bilan mundaq bir chiqadigan, mundaq bir tomoq yeyishadigan va yoki bir maslahatlar chiqadigan ishlar bo'ldi. O chaqda siz uyda o'tirib turing. Men mushtaq bir ishga borman deb haqiqiy ahvolni sizga dedi. Degan vaqtida siz ashiyada bu qizga qanday muomala qilsiz? Hozir ko'nglingizda rostchilik bilan o'ylaganingizda baqing. Amda şu dastlabda balkim ma'qul bo'lib berishib qo'shilishi mumkin, lekin bora-bora ketim soni oshgandan keyin avliq masalan patpatlang anda yig'ilishim bor, mana qo'shilishim bor degan vaqtda balkim menkilik ochig'im kelib. Muhimi Xolida xonim degandek, sen bu vaqtda qo'shilishim mumkin deding. Qo'shilish bir gap. Qaysi xil hissiyat qo'shilish bu yana bir gap. Mesela nurg'un ayollar erlarning nurg'un gaplarga talablari qo'shiladi, ma'qul deydi. Biroq u ma'qul deyotganda bu ayol qaysi xil hissiyati turib ma'qul deydi. Bir xil ochiqlangan hissiyati turib ma'qul deydimi? Yoqtigisi bor turib ha dedimi? Yoki bir xil vuru his qilib ma'qul deyotamdi. Gap uning og'zidan chiqqan gapda emas. Shu gapni qilayotganda u qaysi xil hissiyat turyapti degan gap. Sen hamda bir rostchil javob berding. Ya'ni bir xil ochig'im kelish mumkin dedim. Mushu masalaga nisbatan davlatimizda axtilab qonun dasturi chiqqan vaqtida dal mushundaq masalani hal qilish uchun ayollar o'tirsidiki mushundaq barobarsizlik masalasini hal qilish uchun bizda bir qonun chiqdi. Bu qonun qanday qonun deganda buni dastlabda mushta yillarda bir qism kishilar buni bak so'zladi. Erler meyli arak içemdi, meyli negi vardı, kandak sorungu basa, ayollar bunu tosu bulmaydı, dediğin gap sözler çıkandan keyin derhal bunundan pintaydan reddiye berildi. Ameliyatda bu nime degen gap degende, ayollarning baraverligini amalga oshirish uchun meyli erler bolsun, meyli ayollar bolsun, muşu turdaki ijtimoiy faoliyatlarga qatnashishga huquqliq degan bir belgilaman chiqadi. Bu yerdagi ijtimoiy faoliyat dal men davatgan tijoratchilar o'tirsidiki, masalan yig'ilishlar deymiz, maslahatlar deymiz, andan keyin saboqdoshlar o'tirsidiki, mundaq bir yig'ilishlar, ilmiy, ijtimoiy bo'lgan yig'ilishlar. Shunlashqa mening sizdan kutgan javobim ikkisini ayirib javob beramdikin deb o'ylagandim. Lekin gapingizning ma'nosidan chiqdi. Agar azroq bo'lsa, men buni qabul qila olmayman, lekin kunda degidek undaq qatim son ko'p bo'lsa qabul qila olmay, bu javob xato emas. Albatta, hamda bundaq kunda bo'lmaydi bu faoliyatlar. Lekin esimizda bo'lsin, har qanday faoliyatlarni o'g'illar, yigitlar cheklasak bo'lmaydi. Bu jihatda qonunda aniq belgilanib chiqib bo'ldi. Chunlashqa shu barman degan ayollarniki barman degan faoliyatiga qaraymiz. Faoliyat rastchilmi? Birinchi, o'zi digini bilan haqiqiymi? Yana birsiga ijtimoiy faoliyatmi? Demak, mushu ijtimoiy faoliyat bo'lsa, biz bo'lgan taqdirimizdami cheklashga bo'lmaydi. Chunki qonunda aniq ijtimoiy faoliyatda qatnashish huquqliq deb belgilangan. Rahmat. Endi Ali akanglar bilan Xolida adanglarning so'zini yig'inchoqlaganda ikki narsani bilib olsanglar bo'ldi. Birinchi, mayli mayli ayol, yigitlar, qizlar. Asli maqsadni unutmaymiz. Qizlar rioya qilishga tegishlik, o'g'illarma ham amal qilishga tegishlik ota-ona tarbiyatlarimiz nurg'un narsalar bor. Shundaqku. Ikkinchisi, chekdan oshirib o'tmaymiz. Xo'sh, bo'ldi. Endi
ixtiyoriy paranglashinglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tamoq eta olamsiz? Ha, tamoq eta olayman. Hamma tamoqni o'rtaq eta olamsiz? Hamma tamoqni eta olayman. Etamaydigan tamoqim bo'lsa-chi, o'g'nima do'yinlarga qarab. Sizdan o'g'nima deyapsiz oshpazga. Gülzar Malim mening oliy maktabdagi o'qituvchim, sinf mas'ulim. Gülzar Malim qiz fasllarida, yangi to'y qilgan mazgillarda eng aldirash o'tgan san'atkorlarimizning biri. Keyingi vaqtlarda o'zining tajribalarini to'plab oliy maktabda o'qituvchi bo'lib, bizdek bo'g'illarni tarbiyalagan. Gülzar Malim, siz to'y qilgan mazgillaringiz tamoq etalamdingiz. Gavcum vaqtimda uyda shu bir sey adalab berəlaydım. Ma seyni adalam lağmaytimiz ya poloytimiz manda sey dese şunçalik iş qila alaydım. Şu mening qo'lim keldigani shu. Bizning ota-onamni o'qishni o'qi, boshqa shular chatag'amizdan deydigan bir ideya bo'ldi. Bizni yaxshi o'qitimiz deganlar, ular japatasimi? Aqlashni eng xohlamaydigan seyingiz qaysi? Yo'q, hamma xohlaydim. Yaxshi ko'rmaydigan seyingiz. Chunki men boshqa ish qilmagan lekin bir seyni o'smi adalab berishni ma'qul deydim. Qaysi eng avarchilikda demoqchi o seyilning ichida? Samsaq aqlashmi deganda. Samsaq, samsaq. Hozircha samsaqni sal shu tasvirman, biroq amal yo'q ya. Adalayman. Demak, to'y qilganda men rost tamoq etamaydim. Biroq etdim yana. Ko'ribmi, nolaqayar ta'tilda uyga borganda ko'rib ko'z pishidi edim. Ma'lumotchilar ko'z sasaq, menda qo'rsoq bo'ldi. Kendadan ko'rib turib o'rgandik. Endi ashun bitirib to'y qilib uy tutganda cho'qim o'rganish kerak ekan. Mening qizim yo'q, qizim bo'lgan bo'lsa cho'qim avval tamoq etishni o'rgatdim. O'g'limga qo'yatdim. Cho'qim uyda tamoq etishni o'rganishing kerak, sen bir ikki xil tamoq eta olishing kerak deyman. Birga mifa, yana birga polo. Gurish tamoq. Gurish tamoq. O'g'il olish uchun hamda oson tuyuladi. Men bolam to'y qilishdan burun men ikki xil tamoqni o'rgatgan. O'zimmi to'y qilib bo'lib o'rgangan. Unda men hargiz uxmayman, obo demadim. Öğrendim. Barbara öğrendim. Rahmat Malim. Rahmat sizlarga. Demak, Gülzar Malimning so'zini his qilsanglar bo'ladi. Gahida yoshlanmış sahna turiblar, tamoq etalamsiz, etamamsiz, etamayman, etishni yaxshi ko'rmayman degan bir yig'iz so'z bilanlar qarshi tarafdan umidini uzgan ahvollarni biz ilgirki programmalarda ko'rdik. Amaliyotda tamoq etish va yoki turmushdagi ba'zi bir kichik halqalarda yaxshi ko'rish ko'rmaslik cho'ng masala emas. Masala ikki odam bir-birini yaxshi ko'rgan vaqtda cho'ng masalam kichiklab ketadi. Chunki bayatda masanglam degandek, kamtuk yerimni to'liqlaydigan hamroh izlab keldim dedi-ku. Ikki odam birlashganda butun bo'ladi. Ali Malim aytgandek mukammal emas. Butunlik bo'ladi, o'zaro hamkorlik bo'ladi. Siz Urumchidan dedingiz, ha? Ha. Masalan, ikinci biz to'y qilib qolgandan keyin, masalan sizning bir adishingiz 5 ming ko'ylak binasi oldi deyli. Masalan siz qishim gap ana shuni abbasan o'tdi. Siz uçağdan Abramsan uçağda qanday qilsin? Vaqtni keyin surpexshim mumkin, qanchalik xabarsiz deb. Chunki men unbek og'im bo'g'anlik uchun andan sizga deyman emasmi? Shu bilan andan mesela abbasangiz bo'pti desam, siz olamayman desangiz, men keyin surib, mana vaqt qiraq olayli deb deyishim mumkin. Mesela aşağı açıqlashib qolsaqcha. Shu bilan siz bezlimsiz, ochig'im yonmaydi shu. Ha, bezlishini saqlamsiz, akiltib, xo'pimang deyishinimi? Bezlishini saqlamsiz, appirishini saqlamsiz. Bezlab bo'lgandan keyin ondan keyin yana deymamdi-ma? Yana ish qilib olmasangiz bo'lmaydi, shunaqmi? Siz bo'ldi ekansiz. Yumshoq quritga bo'lsanglar. Mushunda qilib qattiq tarafni teshitdi-da. Ya, mushunda qizvallar yaxshi bo'ladi. Yaxshi-ya? Ha, ba'zi qizvallar bo'p tepamisingiz deb qo'ygan bilan ishchidi-chu. Bu ishkrisning ochiq keldi. Farqi nimasi? Bu qiz teshig'i chiqarib ifodalaydi. Bo'pti mayli deganlari ishchiga ifodalaydi. O'xshash amaliyotda, ammo ishchiga ifodalaganlar xatarlik bo'ladi. Yoki kasal bo'ladigan gap, yoki bu xil ochiqni balasiga chiqaradigan gap, bu cho'qim ochiq degan bir hissiyot-ku. U cho'qim bir chiqish kerak-da. Biz tina qoldik, cho'qim chiqqandek narsa. Ma qizchu desa, bir amal qilib, ashuni teshig'i chiqarib qildi. Bu xil narsa taxi amaliyotda psixikalik sog'lomlik tavsiya qilgan narsa. Ba'zilar bo'lsa, "Apamam" dedimi, ma'qul dedi, ammo ochiq keldi, bearam bo'ldi. Ham buni nega chiqdi? Buni cho'qim bir yerga olib burdi. Nega olib burdi yoki o'g'li qiziga yoki bolasiga yoki hech kim chiqamsa shu uzuk chiqardi. Uzuk chiqarsa zaxmlandi odam. Senmi ukam apparamni ham qanday qilma demay. Appirishni g'imini qilayli.
Əpirəmməy qalsam qanda qılsız deb aldın onunla tehdit salmay. Qılmay. Qanda qılsam əpirmə deyə məni oylasaq, texəmə yaxşı. Qanda qılsaq birim əpəmsəmi maqul deyilən xutunuz demə. Doğrumu ya? Biz diqqətimiz nə? Energiyasımız nə? Qanda qılsaq əpirələymə. Mənin sərf qılmamdı. Endi biz advokat, muşu xiyanatçilik deloları, parxorluq delolarini işləşniki ən dəsləbki basqıçı nimo degəndə muşu bəzi ayollarniki ehtiyacdan təminləşdən ehtiyac yaman köp bo'lib ketganlikdan shu hozir alimalim degandek azadi onunğa men tirishmangu deb zodi men mushu ayolimniki mushu talablarini men qondirmangu deb ili aningdan elib el maningdan elib asta bugun mani pas atsi yana chiqqan uni olaman deb asta parilish xiyonat qilish hukumat pulni yo'tkab ishlatish degandek turli iqtisodiy delolarning sodir bo'lishiga sababchi bo'lgan ahvollarmi bor. Endi meniki bu yerda demoqchi bo'lganim ayollarniki erlardan bir narsa ib berishni talab qilishi bu albatta hamma ayolda hammamiz buni orzu qilamiz. Biroq mishada bir narsa aniq bo'lsinki 3 ming yuanlik maaş aladigan yo'ldoshiga manga 10 ming yuanlik 20 ming yuanlik mal neppa desa bu haqiqatanmi bir ayol kishiniki bir ortiq talab bo'lib qoldi. Hamma odamniki yotqanga qarab putsun degan gap bu nayt obdan kelgan. Shunglashqa endi bu yerda bu qizninki javobim nayt yaxshi o'ziga loyiq. Ombaq javob berdi, men bazimigacha men to'xtamayman deb. Ammo shundaq ahvollarda o'g'illar voy senga men pul topganning ertasi men birinchi bo'lib cho'qimchang apirma desa, u bir bazlash bo'ladi. Endi uning yo'lini qilman deb uningga tirishib ishlasa, u amalga oshadi. Lekin hukumat organlarida ishlayotgan, qo'lida ancha-muncha huquqi bor. Yoki bo'lmasa hukumatniki o'sha munosabatlik ishlarda ishlayotganlar deganda Hilqi kalısıga kirvagan ishni o'rindash yusidan bir ishni bejirishda ancha-muncha maningdan alsam, men shu ayolimga mushtaq narsa epiralaydi ekanman deb bir ayol kichikkin talab bilan yo'ldishini bir obdan ishlayotgan yo'ldishini jinoyat yo'liga boshlab qo'ydigan ish kelib chiqqaldi. Shunglashqa qizlarimiz talab qilsak bo'ldi, lekin turmushimizga loyiq talab qilsak bo'ldi. Demak, turmush baslish emas, hamkorlik. Billa yang turish, billa safarga chiqishdan iborat. Rahmat. Yigit qizlarning 4-qarar elchi programmamizdagi tunji qitimliq uchrashishi mishada tamom bo'ldi. Mayli ustozlar bo'lsin, mayli naq maydondagi qiz yigitlar bo'lsin, dastlabki qadamda bir-biringlar bilan uchrashdinglar. Endi biz ikkinchi bosqichga kiramiz. Ikkinchi bosqich masalalarga qarta o'rtaq tunishga kelish. Ya'ni o'rtaq tunish bosqichi. Endi ekran qarayli. Ekranda ma'lum bir ayolning turmush hikoyasi tasvirlangan kichik etod bor. Mushuni ko'rish orqali ko'z qarshinglarni o'tirib qo'ysizlar. Geldiniz mi? He. Tomak etmediniz mi? Kosak vehşi işte. Tomak ettiniz mi? Endi kirdim ben sizin aldığınızda. Uyda seymi yokken göçünü mü ep koymaptık? Endi ep koysak kaçan eriydi o. Boldu çay içeyli. Ola göçlü ettige ep koyganга karmamsız aşkanga? Karıdayın. Boldurak kelgadim telefon koyup dep koymamsız deyim kabinesine ekirmem deyim. Boldur kelgen ki dep koyduk ya. Birer saat bomba deyim ama kelgili. Ben endi kep oturuşum tehi. Ha bol. Qarama hazır. Nimkam kime ekri. Boldular. Siz leppenşip çıkıp sey ekep boğuç kocan buludu. Boldu bek yerip kettim. Çay içeyli. Va çiyan özan içeceği adaş. Tamak yemem be tamak. Sık tamak. Toydun kemindim ben. İşte yerip tarçap geldim. Çay degen kaçalı karsa. Oy.
Yerip çarçap kelginingizde bildim. Menmo sizga o'xshash yerip keldim. Demelish kunlari bir vaqt tamoq itib berayotdim-a. Bo'lmadimi? Mushundan shikilimiz çarçap kelgan vaqtimizda yengil yeb yetib aramasak bo'lmamda. Ma gapni. Heptarlık adamız kazan kaymayken de böyle. Öy mü yatak mı bu? Voy, hepti de bir vaqt tamoq itib yeymiz deb bo'g'ichi, uy mu yotoq mu deb ketdingiz ku? Bu bayatın ya ko'tildavatsa, mushuni o'rni tamoqni itib bulav qo'ydim. Etmeyme. Ekirsiz o'zingiz ekirib, itib ya. Men yerib holimdan ketdim. Yotqinmi ba? Uyim ba, xotinim ba, bir odam turib, surbaytaqday tapqadi sirt yeb yurmanmi? Tuzuk gap qila. İşte men nazariya so'zlamay. Teshini yig'ingiz olsa teshini chiqib yem. Çay içmədisiniz, çayını demlep verme. Optan çay içimiz. Bo'lmasa men tamoq etmeyme. Yerib ketdim. Sirt yemdim. Unda asma qo'saqni naya to'xlavatsa demajima manga. Of, meni jiyli qilmay chiqin men. Ne deysiniz yememsiz? Men yana bir deb qo'yay. Men tamoq etmeymen. Bu turmush kartinasini ko'rgandan keyin nimalarni his qildinglar? Nanchi mush qiz tasa to'g'ri qilamidi. Bunda turmush asosdan nag bordi shu. Yemirilish tarafga qarab yana ketish mumkin. To'g'ri. Shu bu uy shundoq qilib asosdan buzildigan yer ketdi. Menimcha bo'lganda bosh tarafda o'ylab boqsam, ayolni balkim rost bek yerib ketgan bo'lishi mumkin. Balkim akishi qarg'an bekrak chapa tatgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa shu akishmi chiroyli qilibdi to'g'ri, lekin shu vaqt oxirida amsam menlar sirtga chiqib tamoq yeb kiraylik deb balkim sirtdan bir qatim tamoq yeb, ondan ayol kishining ko'nglini olib bo'lgandan keyin ondan ertasidan boshlab uyda tamoq yetishga deb bosib bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda bor-ku, hamda mening o'ylashimcha ayol kishimi yeriydi, kishimi yeriydi. Ishqib kelib bo'lgandan keyin ayol kishining asli bunday qarasak sal chidon bo'lib qolibdi-ku. Endi u kiriblamli oshxonaga kirib, insonlarni aqtirib, jozlarni aqtirib qarganda bu ayol kishi 已经很久没有做饭了。可能他前面都是一只老公在做饭。今天咱们的有的是说，kirib ayolim aytgan tomoqni bir yog'laychi deb o'ylaganda hamda. Hamda ayol aytmaymi degandan keyin yo'ldoshi shu chiqdi-da. Men bo'lsam, men chiqdimi? Chiqdimsiz? Endi shu men degandek shu chinqon bo'lsa-chu. To'xtamay tomoq atmasa, degandek-chu, hamda adam hamsi yeriydi. 你做一天，我做一天，要不我们就一块点个外卖。hamda hozirgi yosh bolalar o'ylasa-chu, 你不做饭是吧？好，那就叫个外卖吧。hozir hamda metan bekor aka berdan bo'lgan degan shikoy pul qashsizlam aka berdan u so'qish ketmaydi-da. Men bunda o'ylagandim. Hamda ma uchaylam deb aytdi. Hamda metan bo'lsin bo'ldi, lekin sirtga chiqib yesin bo'ldi, lekin u uyda boyanmiliqqa vaqalik qarsak, u xil uzun mezgil choy ichib chiqqan uy tamoq etilmabdi. Onda bo'lgan keyin hamda erim debdi, men teshini sevko'klatning lazimatini akirib beray, uyda etib yeylik deb. Sirtda yesimi bo'ldi, metanning chaqasimi bo'ldi, lekin o'zi aytgan tamoq o'xshamaydi. Hamda o'zi tamoq etish jarayonida maylilikqa deymiz. Ayol charchab ketgan bo'lsa, eri mavliqi sen akirib qilib bo'g'icha ayoli ma guruch dimligash tus bo'ldi yoki go'shtni tayyorliqqa yumshoqash tusin deb suvchilar qo'ygan keyin go'shtlarni to'g'rab tayyor tus bo'ldi. Yo'ldoshi shu saylan akirgandan keyin ya yo'ldosh qo'ramdi, qo'rib ana siqil tamoqni yeb o'tgan bo'lsa, o'liqi jidal majra chiqishdan boshqa zarurat yo'q ekandi. Meni cho'g'ada u metgan va u teshidan bir narsa bo'tgandan shu o'yda yetib, o'zi ajr qilib yegan tamoq boshqacha dedi deb o'ylayman. Rahmat Murat. Qizlar, o'zinglar atgan tomoqni bakrak yaxshi ko'ramsizlar, birov etib bergan o'xshagan tomoqni yaxshi ko'ramsizlar? Men opam etib bergan tomoqni bakrak yaxshi ko'raman. Men odatda hamda borishishni saydabchu, hamda o'zim tomoq etib yeyishni yaxshi ko'raman. Men shu uyda opam bilan dadam etgan tomoqni o'zim etgandan bakrak yaxshi ko'raman. O'zim etgan tomoq bek ig'izimga tetimaydi. Nimishqa? Bilmayman. O'xshatamamsiz yoki opam dadamlar yesa o'xshabdi deb yeydi, lekin o'zimga qattiq tetimaydi, yilqi bir xil bir yerlari bir qanday bo'lib qolganda. O'xshamag'ini rost. Dadingiz opangizga ko'nglingizni ayab o'xshabdi deb qo'ydi. Amaliyot o'xshamag'ini rost. O'xshamag'ini rost. Men odatda ancha tomoq etish uqmayman-ku, lekin bizning uyda
Mening dadam, opamlar asosiyatdan lag'man bakrak yaxshi ko'rdi. Shuning bilan odatda men bu lag'manni boshqa tamoqlar etish paygan bo'lsam-mu yoki o'zim aytgan bo'lsam-mu, lag'manni bakrak yaxshi etalayman. Shuning bilan andan u lag'man o'zim etib, lekin o'zim jiq yemayman, lekin opam dadamning ig'ziga meni aytgan tamoqim, meni aytgan siyim bak yaraydi, opamnikine yaraydi. Andan opam mu shunaq deydi, lekin men o'zim chiqib opamnikini bakrak yoqtirmayman, o'zimga yoqtirmayman. Ata-onangizning qilishlaydigan odamlik. Aslında maqtab sizni etkizmekçi. Şuna maqtab qo'ygandek iti shiylab qo'yatgan gap. Bo'pti, hamda etib o'g'inamda ancha-muncha. O'g'illar, savol. Tamoq etalaydigan qiz ko'zinglarga bakrak chiroyli ko'rinamdi va yoki o'zinglar bak yaxshi ko'rib ketgandan keyin u qiz agar tamoq etamay qoldigan ahvol bo'lib qolsa, qabul qilaveramsizlar. Bu tamoqda cho'ng masala yo'q edi. Hamda shu kayfiyat qaraymiz-da. Kayfiyat yaxshi bo'lsa etib bersangiz. Ya xo'sh bo'lib yeymiz. Kayfiyat yaxshi bo'lmasa, hamsa men hozirgi yosh bola shu mate chiqib qo'yib keldi. Men shu bir haftada bir 2 qitim qo'yim iniq. Bir haftada 2 qitim qo'yamsiz. Bir haftada 2 qitim qo'yim. To'y qilgandan keyin 4 qitim yeydigan bo'lsa haftada. Ayolim yaxshi ko'rib qastaysiz. Ketilib ketadigan shu. Hamda qo'y yeydiganmi? Maqsad borda ekan. O'tgan hayot. Shu qo'y yeb hamda bunda chiroyli qizlarlar uchrab qolsa, bunda bizlar o'tirib paranglashib hamda yabomsa miyaga. Ay, Alshir Ozmon. Men to'ydan keyin davatman. Ha, to'ydan keyinmi? Sıra qo'y ishki maqsad chiroyli qizlarlar uchrab qilish. Shunami? Hamda hozirgi vaqt qaraganda shunda. Hozirgidan chiqarmayotdi. Hozir bo'lsa-mu, seni demak sen asli qo'y yaxshi ko'rmaysan. Qo'y ishga borgan yerdagi qiz bolani yaxshi ko'rsan. Ha, to'g'ri. Voy, sen bo'ldi kelsin. Ya, hamda chaqchaqdan deb qo'ydik ekan. Xato emas, ammo xato emasmi? Pinja qilmaymiz. To'g'rimi? To'g'ri, hamda har odamniki o shon fas o'xshamaydi emasmi? Hamda mening kelgusidagi shu jo'ramniki tamoq etalsa texi yaxshi, agar tamoq etamgan ahvol ostida keyin hamda bir uyga kirgandan keyin asta-asta o'rgansa, itib o'rgansa bo'ldi deb o'ylayman. Mehmetjon. Meningcha o'g'anda tamoqqa qo'ydigan talabim asosan qizlarga yo'q. Boyamidi deb, men o'ziga sindigan deb. Hamdam har qanday bir kasbni tug'ilib bilan o'rganib ketmaydi, asta-asta bo'ldi, lekin mayli deb bilan 1 yil, 2 yil uningga men o'tkazib olmayman. Asta uqmasa men o'zim o'g'itman, yetaklayman. Hozirgacha Alshir, Murat, Mehmetjon hech qaysi tamoq etamaydigan qiz bo'lsa mayli bir umr qabul qilma degan gapni oxiriga chiqarmadi. Kayfiyati qarsin, charchab kelsa atmisin mayli dedi, lekin atmis mayli, mangu atmisin mayli degan gapni qilgani yo'q. Xo'sh, enim siz. Mening o'ylaganimda tamoq etammisin, etammaydi emas, lekin uyini tug'amda kichik chig'idimi biz tug'ilib ham gaqamagandan keyin aldirma uyini alaydi tamoqni. Men uyning tamoqini bak yaxshi ko'rmayman. Endi suyqash asimi, asaq tuzlab qazib lazım qo'yib, yo ochiq qo'yib tamiz ko'rgandan keyin asaq uyini vaqti deb. Tuzsuzlar qalsa sen tuzsanmay lasalsan. Tuzsiz bo'lsa-mi laz sevitamsiz? Tuzsiz bo'lsa tuzsanmam sen deymanmi? Bugun Alining qulig'ini aytib so'zgur gap qilganda diqqat qilinglar. Bu yigit demoqchi o'g'ni, ash qizning ko'nglini ayayman. Men oldimda ochiq suv bo'lgandan keyin chand o'tmay o'xshabdi deb ishchi o'taman demoqchi, shundaqmi? Ha? Mayli yigitlar bo'lsin, mayli qizlar bo'lsin, ham samimiylik bilan ham bir-birining ko'nglini aygan asosda nayt yaxshi ravishda o'zaro suhbatlashdinglar. Demisam har qanday bir yigit kelgusidagi mehribonining bir qancha tamoqni o'ziga muhabbat bilan sunishini orzu qiladi. G'ayda tushlardim ko'rdi. Biz sizlarga o'zinglar orzu qilgan muhabbatning yor bo'lishini umid qilamiz. Endi sing'illarim, xo'sh, biz endi eng muhim bosqich 3-bosqichga kirdik. 3-bosqichda qizlarning chiroq o'chirish huquqi bo'ladi, lekin o'g'illarga bu huquqni hozircha bermaymiz. Qizlar oldingi 2 bosqichni yakunlab turib, ko'ngliga bir yigitni pukkan bo'lsa, chiroqni saqlab qo'yinglar. Agar bu qitimliq sahnada men orzu qilgan yigit yo'qdek turdi deb faraz qilgan bo'lsanglar, o'chirvarsanglar bo'ladi, ha? 3, 2, 1 başladık.
Üçüncü basqışda Adila bilan Alfira chiraqni saqlab qoldinglar. Kamila bilan Dilxumar chiraqni o'chiribdi. Xo'sh, biz endi Alfira bilan Adilaga qaravotimiz. Xo'sh, nima uchun chiraq saqlab qoldinglar? Aldınqı ikki basqışda texmi yeterlik bo'lgan bir tushuncha hosil bo'lmadi deb o'ylayman. So'rmoqchi bo'lgan savollarimizni so'rayapmiz. Erishmoqchi bo'lgan javob chiqmadi-da, oxirgi bir umid sinab boqaylik. Adila, davomli tushunib yiqishni o'yladingizmi yoki biror yigitga nisbatan mush yigitni tushunib baqsam bo'ladi deb nishon bekitdingizmi? Ha, nishonim bor. Nishoningiz bormi? Ha. Undaq bo'lsa, Alfira, tushuncham toz yetarlik emas, savolim bor dedi. Adila nishonim bor dedi. Alfiradan boshlaylik. Agar bayamqi tamoq ichish savoliga kelsak, bayaqi aytdiki ayol o'zimni o'xshatdim-da, endi masalan, bu yerda men erishmoqchi bo'lgan javob boshqa. Aşu vaqtning o'zida yo'lishim bo'lgan odam meni rad qilib etmasdan, sen ayol kishi bo'lgandan keyin cho'qim uyning ishlarini radlab ilib menishim kerak. Bolaga bola bo'yicha, oila ishi bo'yicha, tamoq bo'yicha bo'lish kerak demasdan, ma'qul sizmi charchab ketdingiz, men yerib ketdim, bo'lmas bo'ldilar. Keyinroq kema bo'ldi, tarnib chiqsangiz degan sirtim tamoq yeb kelaylik deganda, andiki men ishchim bor edi. Anglamoqchi bo'lgan gapimni anglab oldim-da yerda. Andiki bo'ldilar, sizga oson emas tamoq yetay deb. Siz hamda anglamoqchi bo'lgan gapingizni izlabsiz. Siz uning anglamoqchi bo'lgan gapini bilamsiz. Uni demoqchi. Bu nurg'un qiz bolalar nayt bir xil erlini o'zining butkun ashundaq hissiy ehtiyojlarini qondiradigan bir buyumga aylantirib qo'ydi ekan. Esingda bo'lsin, har qanday o'g'il, u o'xshashlam sizlarga o'xshash bir hissiy ehtiyoji bor. Ashningmi anglamoqchi bo'lgan gapi bo'ladi. Ochishlar degan saran qutundek. Tutdi. O epizod yolg'ongo. Etmesi bo'ladi, etmeslik degan normal ish. Odam rad qilgan qattiq kelmaydi, ammo ifodalashga masala. Bu ayol amaliyot ifodalayotgani tamoq etmaslikni rad qilish orqali o'zining nurg'un sirtdan chiqib chiqqan ochiqini iyrig chiqarib atadi. Shu nasat ko'rin, nasat. Ermov yemi mushning bilan nim deb to'y qilgandiman deb afsuslandi ammo. Nurg'un ayollarga barobar bo'lmiz degan bilan amaliyotda nimasi ayol o'zidan yuqoriroq, kuchliroq, o'zidan ustun odamni yaxshi ko'rdi, o'zi bilan barobar odamni hargiz yaxshi ko'rmaydi. Mana ekranda desa barobar bo'lib qopdi. Nima qopdi deb. Barobarlik av. Aşı bir kişkanda kıysa bir adamga uningmi bir üspitli jarayonda nurg'un jarohatlar var o aşningmi, shundami ya. Shunga bu amaliyotni nima desa, hissiyot qolmagan. Hech qanday hissiyot yo'q aşkisi o'tirgan. Ba'zida shundaq tamoq usti xutulininmi baxtsiz bo'lib qolganini ko'rganmiz. Tamoq itemmaydiganning baxtsiz bo'lganini ko'rgan. Buning munosabati yo'q, bu narsaning bek cho'ng munosabati yo'q. Hayotimda ballam dedi, o'g'nib ketdi. Har qanday qiz bola usul bilan tamoq nima, o tug'mi biladi. Har qanday u cho'ng masala emas. Masala nada, hissiyotda. Shundaq masalalar kelganda aqlli ayollar nimasi xuddi dadsiga akilgandek aklash kerak. Dadsiga, dadanglar qanday aklaysizlar? Shunda akilsanglar, yo'ldishinglarmi ajoyib bir xil qo'shib ketadi. Sizlarni xuddi bir qizliq kuyingandek, qizni akiltgandek akiltib, bu masala nihoyatda bir go'zal oxirlashadi. Siz akilashamiz. Bu akilashamiz. Shunga qizga deb qo'ydim men. Rahmat. Alfira singlimning bayotninqi xuy chiqirib qo'yishim mumkin. Mush itotlik qizning ba'zi taraflarini o'zimga o'xshatdim dedi. O'g'illar, qo'l ko'tarish orqali Alfirani qo'llug'ichilar, qo'linglarni ko'tarsanglar bo'ladi. Qo'l ko'tarish orqali ifodalanglar. Qo'llamog'ichilar, qo'linglarni ko'tarmasanglar bo'ldi. 3, 2, 1. Ish qaysinglar qo'llamamsizlar? Xo'sh. Adila singlim, nishoningizni bizga deb beramsiz. Sal xijilib qoldim, endi qiz o'ltirib bir o'g'lonni talab bersam deb. Lekin Alimanim ben. Tallaysiz, siz tallasangiz bo'ldi-ku. Xo'sh, oldi bilan Alfira, chiroqni saqlab qolamsiz, o'chirib yetamsiz? O'chiraylik. Ma'qul singlim. Aeroplan ustida bekim chiroyli kutkichi qizlarni uchirtdimiz, yigitlar. Bular ko'p uchun mulozimat qiladi. Ilgari
Biz oliy maktabda o'qiyotganlarda atrofimizdagi qizlar ichida ayri bilan xon qizi bo'lishni yaxshi ko'rgan qizlarning ko'pligidan hayron qolardik. Bu kasbni yaxshi ko'rgan qizlar shu vaqtlarda chiqdi. Endi hozirgi qizlarning qatlamida men tas bilmayman. Qizlar yaxshi ko'ramdi yoki hozir jafo his qilamdi bilmayman. Demisimi ayri bilan xon qizlari ko'p vaqtlarda aldirash. Siz yer yuzida xizmat bilan bo'lsangiz, ular osmon ustida boshqalarga mulozimat qilib, yo'lovchilarning bexatarligi, xo'shalligi uchun aldirash bo'ladi-da. Xo'sh, Adilaning tanlig'ini mushlarning ichidagi kim ekanligini uqmaymiz. Qani. Kim mush savolingizga javob bersin? Men uqdim. Siz uqdingizmi? Ali xeyli topidi. Ha, Ali, kim u? Deb bersam bo'lmaydi. Muallim, men xijil bo'lyapman, siz deb bering, eng yaxshisi. Ha? To'xtang, bu yerda bir o'yin o'ynaylik. Xato bo'lib qolsa qanaqa qilasiz? Xato qilib, xato ekan deyman, nima deydim? Ya bir nomer o'rlab emas. Neymiz nomer o'rindaymi? Nimani o'rinda? Nimani? Biz yosh bolalar bir dars so'zlab bering. Shu nomer olib qolsin bo'lamdi, muallim? Ha, mana darsingizga ehtiyoji bor ekan. Adila qizning tanlig'ini men deb bir baqaymi? Ha, deb berman. Rahmat. Men hozir Adila qizning o'ylaganlari özünün oyluğalları bilen muşu yaşlarının içinde birisi muvaffıkken dep oyladım. Özüm muvaffıkken dep oylavattım lekin emdi. Bop qasanlar men pek hoşum. Menimce Adila kız birinci numara Alişir'den göz düştü miken deyim. Maqul. Gülzar malım sizce? Birinci numaralık jigit. Ha. İkinci numaralı kız mı? Bula biraz özara düşünüş. Göz tipişivatıdı da koysun. Tipişivatamdı. O gözlerine karamadı, dikkat kısam hiç karamadı da bırak. Şu adam, öz yaxşı gördük adam karmaya kıttırıp aldı. Hanım, şunu bilip alamayız. Karsam bula bir yerden çıkmadı da hem de. Aş jigit mi, kardı mı, siz gördünüz mü? Men görüp kaldım. Adas yaxşı. Men ama perzim birinci numara oğul. İkinci numara kız. Rahmet Gülzar malım. Ali. Şunda, hanımla okşaşma. Demek üç yılınlarının karşı bir. İkinci numaralık Adila, birinci numaralık Alişir'ni nişan kılıp tanlagan. Şunda. Adila cevabınız? Birinci numar balaның mijazi bana yaktı. Çünkü bu bala bayam dedi tam gıdamsa o küçük iş dedi. Anki benim mijazim yaxşı ben soğuklar. Amde şinçin bu hava şuhu. Ta kayı koy xon kaysin. Siz muhimi Alişir'nin o gipin emas. Bunun bir xil külüp durduğun. Rahoy istadışın gojo'luk tüyüyor. Süybe altın yaxşı görüp kaldım da ha bunda. To'g'ri. Birinchi nur bilan ikimizning mijozi tushadigan deb o'yladim. Bizmi mayada o'tirib. Demak, mushtab atrgil bo'lgan bo'lsa uchinglarga bir taldan sunatdim-da. Amdiki gap Alişir'da. Amdi Alişir bu javobni berishdan burun biz Alişirga 1 minut o'ylanish vaqti beraylik. Qolgan 3 inim. Sizlar amdi chiroq o'chirish yoki saqlab qolish bosqichiga kirsanglar bo'ladi. Sizlarning bir huquqinglar bor. Chiroqni o'chirib atgandan keyin bu huquqinglarni joriy qildirolmaysizlar. Chiroqni o'chirgan ahvol ostida sizlar qarshi tarafda o'zinglar nishon qilib bekitgan qizning chiriqini berib, qayta yondirib, shu qiz bilan paranglashsanglar bo'ladi. Hammanglar o'chirib atdinglarmi? Bo'ladi. Hozirgi masala Alişir bilan Adila masalasi. Xo'sh, Alişir, qanaqa qaror qildingiz? Bir savol so'ralay. Endi chiq vaqtlar qizlar va o'g'il bolalarni meni xon qilib qo'yishgan, aygiltib qo'yishgan, men xo'sh bo'lay dedi. Lekin ba'zan vaqt o'g'il bolalarning kayfiyati nachar bo'lib qoldi. Xizmat to'g'riliqda boshqa boshliqlar bilan gap boshqa tillab qo'ydi degandekchi. Unda ishlar bo'lib qoldi. Shuningga endi o'g'illarnimi unda nima aklasi bo'ladi. Uniki yana bersam tomoqning kibin deb ketdi. Aqida endi unda tomoq itib qo'yasiz edi. Endi tomoq maslik kelsak, mening kishi vaqtimda shu opam tugab ketgan. Başlangıç vaqtimda opam tomoq ichishni o'rgatgandi menga. Umri qisqa bo'lib qoldi. Shunga azaldan yoqqa tomoqni o'zim yetib keldim. Ham sirtning tomog'ini yemayman, chunki sirtning tomog'ini yesam, ham samirib ketishi mumkin, har xil xo'ja odam bir narsalarni qo'yadi ekan. Shunga men o'zim tomoq yetib o'zim yeyman. Endi yeshijon pochishsin sayini sirtning tomog'ini yoqtirib ketmayman. Xo'go chomifidan boshqa. Xo'go buldika Alişir. Men dedim g'aptida 5 qatam yes xo'goni dedim, bakaq demayman fikr. Alişir, oxir qarorini chiqaring inim. Yana bir savol bor. Yana bir savol emas, endi o'zim deydigan gap endi. Men lag'ma yeganda ochiq suvni bakchiq qo'ydim. Tugdi. Lag'ma yeganda ochiq suvni bakchiq qo'ydik emaylimi? Ona ular nima qarfkan bu qiz bolani ochiq suv qo'yamsa, ham qo'yamsa, samsaqimsan bo'ldi. Endi ishqinglar
agar xohlasanlar sahnaga chiqinglar. Alshir, siz Adilaning qo'lidan tutib tushib ketishni xohlaysiz. Gıcı manalarını qo'shib, sizni olamcha xushal qiladi. Kamera, kino abchig'i. Alshir, siz Adilaning qo'lidan tutib tushib ketishni xohlasangiz sahnaga chiqing. Ha, mana. Akalang Adilani. Herkesin olmaktan qara Alshirning. Kelinglar. Şinjan Elçi Toy Mülazimet Çeklik Şirketi təminləyən toyluq altın üzükni dəstəb soğuk qılaylı. Onundan başqa soğuqatlıqlar bolsa, Şinjan Şifir Biotexnologiyası təminləyən yuqur qoyuqluqdaki axsil. Turmuş sübtinlarının texim yaxşı buluşunu ümid qılımən. Əmdə müş altın üzükni qanaq sap qoysiz? Qar qaşların, büdrəsinin saçların, sonra benim gözümdün, bu hayat sen benim. Şinjan Şifir Biotexnologiyası təminləyən yuqur qoyuqluqdaki axsil. Turmuş sübtinlarının texim yaxşı buluşunu ümid qılımız qam. Mübarek olsun. Əmdi çıxınlar toy qasırga qadam qoyalısanlar. Undaqda bizning şu elçi programımız, yani Şinjan Elçi Toy Mülazimet Çeklik Şirketi işkanlarning sayya-sayaytınlarning barliq chiqimini öz üstüge alıdı. Rahmet insanlarım bəxtlik bulunlar. Ən mühimi 4-ci qarar elçi programımızın tunç sanıdla işkanlarga oxşaş bir-biriga mos kelgan bir jüpning sahnimizdan ayrilish hammamizni xo'sh qiladi. Rahmat sizlarga. Rahmat, xo'sh. Rahmat. Xo'sh. Bo'lgan so'zlarimni aytqim kelar naqshamda, sen bo'lsang yenimda. Ben bu sahnega hamda yosh bo'lgandan keyin hamma yosh bola qatnashadi ekan, shunga ham qatnashib baqay deblam kelgan. Hamda men yoqtirgan yigitning chiqishini o'ylab baxmadim. Qat'iy o'ylab baxmagan edim. Hamda Alshir shu bu programda men uchrab qoldi, menga yoqdi, shunga Alshirni tanladim. Men bu sahnaga chiqqandan sinab baqay deb chiqqan yosh bolalarning sahnasi bo'lgandan keyin. Shuni Adilaninki mochiq o'ylishi hamda ikkimizniki bir yerga chiqib qoldi. Shuningga Adila men tanlagan, de unikin shu men shu ko'nglimda shu Adilani tanlayman deb o'ylashgan. Shu sahnaga rahmat. Eng oxirida elchik programmasiga rahmat. Xo'sh, naq maydondagi qiz yigitlar, endi biz ota-onalarning naq maydon ta'siratini anglash bosqichiga kirdik. Qani, marhamat. Hamida apa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Hamida apa, buni shu elchi programmasini ko'rib o'tiribmiz. Shu programmani ko'rganda hozir qanday his qilyapsiz? Programma yaxshi bo'libdi. Shundoq yaxshi, har birisininki o'ziga loyiq ko'ngilliklarini aytadigan, ko'ngillarni tushundiradigan, mush munosabat bilan bir-bir bilan tanishadigan mushta ahvollar bo'libdi. Bu programmani men yaxshi ko'rdim. Lekin ba'zilarninki qo'ygan talablari eshib ketgan. Yoki bo'lmasa ba'zilarininki endi o'zininki hissiyat bo'yicha o'tirib qo'ygan talablar meningcha e'tiqodida ancha to'g'ri bo'lmadimikin deb o'ylab qoldim. Bir-birini bundoq tushunoladigan asosda anandagi bir savollarni so'rashsa, vaqtida anandagi bir-birininki qalbini inch kerak, tafsiliy tushunadigan bo'lamdikin deb o'ylayman. Birinchi numurliq yigit ikkinchi numurliq qizga nayt amdan savollarni qo'ydi. Hem bu ikisininki bir-biriga moslashadigan taraflari haqiqatan to'g'ri bo'ldi. Endi mushunga o'xshash taraflarni qo'yishib bir-biriga, mushu talablar bo'yicha o'zaro bir-biri bilan hamkorlashadigan mushundoq yoshlarninki yana mushundoq bo'lishini umid qilaman. Shunlashqa buningdan keyinmi mushundoq asosda bir-biri bilan tanishib, jamiyatga boshqa yoshlarmi mushlarning ulgusini olib o'tirib kelgusi uchun o'zlarining baxtini topsa deb o'ylayman. Ustozlarning hamdamda bo'lishi bilan, naq maydondagi qiz yigitlarning o'zaro moslashishi bilan, eng muhimi o'zlarini erkin holatga qo'yib berishi bilan mana birinchi sonni muvaffaqiyatli tamomladi. Qizlar sizlarni charchadinglar. Sizlarga Şinjan Nazbari xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan Ruya markasidagi girim buyumlarni sovg'a qilamiz. Qani, qabul qilinglar. O'g'il mehmonlarga bo'lsa, Şinjan Şifir Biotexnologiyasi ta'minlagan yuqori qo'yuqliqdagi axsilni sovg'a qilamiz. Texim sog'lom bo'lgaysizlar. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning 4-qarar birinchi soni oxirlashi oldi turyapti. Oxirlashdan burun sizlarga bir xush xabarni aytdim ba. Şinjan elchi
to'y mulozimat cheklik shirkati rasmiy qurildi. Qurilibla bizning programmamizning tajdarligini o'z ustiga oldi. Chunki atrofimizda to'y qilib ajrashib ketgan, yoshli cho'ngroq va yoki jo'risidan vaqtsiz ayrilib qolgan va yoki yeshi xilil cho'ng hozirgacha to'y qilib baxmagan jo'risiz bo'ytaqlar bizga mushundaq bir uchirish sahnasi bo'lsa bo'ladi degan inkaslarni ko'p bergan bo'lg'ashqa Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati jo'risiz yoshli cho'ng bo'ytaqlar uchun maxsus uçuruşuş mülazimati bilan ta'min etishni ko'ngliga pukdi ham bu xizmatlarni boshlab ketdi. Ekran ostida ko'ringan telefon nomer orqali aloqalashsanglar bo'ladi. Agar xohlasanglar, elchi programmamizning ma'lum qismlariga yosh jihatda o'zaro mos keladigan cho'nglarning uçurishini hosil qilishga biz tirishchilik ko'rsatamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajdarligini Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Xinjiang Nur Aman uy mulk etish cheklik shirkati, Xinjiang Ilg'ar uy mulk etish cheklik shirkati programmamizni alohida qo'llab-quvvatlagan. Xinjiang kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati programmamizni ajri bilan ishlagan. Esinglarda bo'lsin, kelar hafta yana ishlaganlarni chekamiz. Bizning ismimiz Elchi. Kelar hafta